Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindaşlar, ben qarindişimle Nebican Allah. Bugün 2018 6. ayının 7. günü. Ettigen vakti Erbiranlı'dan bir program işleşini ayaqtaptım. 6. ayının 4. günü hemimiz bilgendek Xitay tecavüzçülerinin iftar beriş ziyafeti Türkiye'deki Seyitüm Türk başlı qarindaşlarımızın bütün qarindaşlarımızın hareket keltiriş bilen Xitaylarning bu Türkiye'de işletken yelisi Türkiye matbuatlarida ve ijtimoiy uçur aloqa vositalarida oshkorlanib Xitoyning ba'zi bir hiyla mikr suiqasdlar berbat bo'lgan bo'ldi. Bu bir Allohning rahmati. Bunun qatnashgan, bununga kuch chiqargan, bununga her jihatdan o'zining hissini qo'shgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi 6. ayning 7. günü kelmemiz degan, yani bugungi kun Xitoy o'quvchilarimizdan bir qismlarga o'qish mukofoti ta'sis qilish orqali ularni o'ziga ram qilish, ya'ni o'ziga moyil qilish, o'zining degan sizlardan chiqizmaslik, ya'ni ularni o'ziga qarshi tarafga o'tib ketishning oldini olish va yoki ularni yem chiqib turib ba'zi bir maqsadlarga yetish uchun ularni kuzur qilishdek ishlarni uzoq yillardan buyon davom qilib keldi. Endi buning davom qilib kelishiga ergashib biz buningga nisbatan bir tadbirini ololmadik. Ya'ni buni to'sib qoldiganga Xitoy bergan o 20 ming pulni biz berolmaymiz, chunki Xitoy bir davlat bo'lish sifati bilan bütün istihbarat kuchi, bütün iqtisodiy kuchini ishga solib turib bizga her şekilde davani xunuklashtirish, bizning kelgusi avlodlarimiz kelgusi shu davaning egisi bo'lgan, shu vatanning egisi bo'lgan yoshlarimizni o'ziga moyil qilib vatanning keyingi davolarini palachalığga tushirish uchun harakat qilyapti. Lekin bu harakatlar amalga oshmaydi. Shunday bo'lsa-mu, lekin Xitoy tajovuzchilari buning uchun ma'lum miqdorda to'sqinlik hosil qilish uchun bunga jiq mablag' sarflayapti. Endi biz buningga loyiq shaklda mablag'larni sololmaymiz. Hozir imkoniyatimiz bunga yor vermaydi. Lekin qalbi pok, imoni pok bu o'quvchilarimizni qaysi xil shaklda o'zimizga bu Xitoy tarafga o'tkazmaslik uchun harakat qila olamiz. Buningdan qo'limizdan nima ish keladi? Bu inilarimizga, sing'illarimizga nimani tavsiya qila olamiz? Biz bular qanday shaklda yordamimizni qo'limizdan cho'ng iqtisodi kelmaydi ekan, 5 ming dollar beramiz o'qish mukofoti. Ammo biz beroladigan narsamiz bor ekan. Biz yordam qila oladigan bir ortiqchilik yoki bizda afzallik bor ekan. Bu afzalligimizni qanday joriy qildiramiz? Qanday buni ishga oshiramiz degan shaklda shu nima ustida to'xtalamiz. Endi buningga iymoniy, vijdoniy tuygan qarindoshlarimiz bugungi faoliyatga Xitoynikiga ko'p sonliq inilarimiz, singillarimiz qadam tashriq qilmaydi. Faqat ular yasab chiqayotgan bir turkum o'ziga moyil qilib o'zining manqurtlashtirish planiga yetgan bir turkum insonlarni emchi qilishi mumkin. Ammo Allohning izni bilan ularning dami uchib ketmaydi. Ular hammani haqiqatga qaytadi deb o'ylaymiz. Allohdan buni ham tilaymiz qarindoshlar. Bunda bo'lsa mening deganimdek bu biz qila oladigan ish qaysi? Bizdagi afzallik qaysi degan nuqtada bugun har birlar o'rtoqlashishim qarindoshlarim. Men yaqin atrofdagi qarindoshlarim bilan fikrlashish orqali, maslahatlashish orqali oldimizda yetkilyapti. Ro'ziyet inshaalloh 6. ayning 15. kuni ro'ziyet. 8 kun qoldi qarindoshlar. Biz bu ro'ziyetda nima ish qila olamiz? Ro'ziyetda kollektiv yet faoliyatini qilib birda o'quvchilarimizga, hamda derneklarimiz olsun,
ve yoki başka yamevi teşkilatlar olsun, başka qarindoshlarimiz olsun, opçu şekilde ballaha Türkiye'de okuvatkan her xil üniversitelerde, her yerdeki nimelerde kollektif şekilde bu faaliyetini ötküzüp durdu. Ballarning hem ta'tiliga chiqqan vaqtda hozir oldi ta'tiliga chiqib bo'ldi intamdan asosiyatdan berib bo'ldi. Bu qarindoshlarimizni yetdi. Bu kollektivga qila olamiz, lekin ballardan eng muhimi ballarning ehtiyoj bo'layotgani mening ko'z tushimcha bizmi shu yoshlarimizni, shu o'quvchilik hayotimizni beshimizda o'tkazgan qarindoshlar. Ballar hozir vatan bilan bo'lgan aloqasini yetib bo'lgan, ish bo'lmaganda ota-onasi bilan yettimi paranlashish imkoniyatidan mahrum bo'lgan, nayt qalbi sunuq bu holatda ballar bir oilaning yetliq jam bo'lish, yetliq dasturxoniga muhtoj. Kollektivning emas, bir oilaning. U yerda bir mehr muhabbatga, ya akıllık, ya hadilik, ya gümüzçü bir urug'tuqqanlik şeklinde biz şu qarindoshlarimizni uyimizga taklif qilib, bir aile, bir o'quvchini taklif qilib uyimizga akilib, yetliq dasturxonamiz var. Hammamiz qilimiz oddiy bo'lsin, bek hashamatlik olsun bir şekilde qilimiz o'zimizga loyiq şekilde. U oddiy hashamatlik muhim emas. Muhimi şu dasturxonamizdan oddiy bir şekilde olsun bir dasturxonamizdan mevcut buluşu, ailemize illiq chiroyda bir mehmonlarimizni qabul qilib uyimizga akilishimiz, ular bilan bir dasturxonda turib topqinimizni tang yeyish, yetliq bir-birimizni tabriklash, bir-birimizga yaxshi tilak qilish, yaxshi duo qilish bu muhim. Ularning u vatandagi urug'-tuqqanlar bilan bo'lgan seg'inishini, shu yetti avdodisiga bir akilishi, bir ularning mehr muhabbatiga bir qinishini biz qisman şekilde olsun bir qila oladi ekanmiz. Uyimizga taklif qilib akilib, qani inam, qani singlim, mana dasturxonimizni tang bahramon bo'lamiz, topqinimiz mana tang yeylar. Bugun nima tomoqni yaxshi ko'rasiz? Qaysi tomoqni yegingiz bor? Men sizga bugun shu tomoqni qilib beradim. Bo'lsin bir addiy şekilde olsun, ya bir lag'minimiz, bir polurimiz, bir suyuqishimiz chiroyli o'tirib qo'yib, qani ilanga deb birga o'tirib tomoq yeb, bir suhbatlashib, o'qishingizdan ahvolni, nima qiyinchiligingiz bor, yordam beraysektu, beramasektu ahvolini bir so'rab, mushunchalik ishni qila oladi ekanmiz. Opchi şekilde qilamiz, opchi şekilde mi bo'ladi, ammo tek yolg'iz şekilde birisini, ikkisini uyimizga taklif akilib, bu şekilde qilsak nayt yaxshi bo'ldi deb o'yladik qarindoshlar. Men boshlamchi bo'lib, mening atrofimda qarindoshlarim bor. Biz 10 o'quvchini Alloh xolisa, xoligan biz bilan aloqalashgan, men aytliq sizning dasturxoningiz bilan birga bo'lay degan qarindoshlarimni men taklif qilaman. 10 o'quvchi men o'rinlashtira olaman Allohning izni bilan qarindoshlarimiz bilan birlikda. U bolalarni biz 10 aileге bölüp, 10 ailenin dasturxonida hem dasturxon bo'lib, şu yerim kun bo'lamdi, bir 2 saat bo'lamdi. O'zlari aloqalashishni biz ulaştırıp qo'yamiz. Men bilan aloqalashgan qarindoshlarimning mening aloqa vositam ekranning ostida bor qarindoshlar. Mening WhatsApp nomerim bor, ilxat adresim bor. Bu shunga yozsanglar men cho'qim javob qaytaraman. Ondan keyin mayli baradigan o'quvchilar bo'lsa yoki bo'lmasa qabul qila oladigan qarindoshlarim, yana boshqa bizdan boshqa yana men mush inlarim, singlarimni yetliq dasturxonimga men uyimga taklif qilaman. Menga bir ishni tunishtirib qo'ying. Ya birini tunishtirib qo'ying desangizlar, men uni sizlarga ko'riklik shaklda inshaalloh Alloh razoligi uchun ulaştırib qo'yamiz. Demak, biz mush shaklda mehr shafqatimizni, mehr muhabbatimizni qarindoshlarımızga, singllarimizga, inlarimizga berish orqali bo'lanichu Xitoyning suiqasdiga, Xitoyning so'riniga berishdan to'sib qola olamiz qarindoshlar. Gerçi bu oddiy bir ish o'g'indek ko'rgan bilan, lekin bir dasturxonimizda o'tirib qo'yish ham sirdosh olaymiz, ham bir urug'-tuqqanlik mehr muhabbat rishtasini bog'lay olamiz qarindoshlar. Onun uchun biz bu harakat o'tab boqadi. Bo'libmi? Men Turkiyaga kelgan
Türkiye'de uzun yıl yaşayotgan, yani 20-30 yıldan yağı Türkiye vatandaşı bo'lib yaşayotgan qarindoshlarımның bu ishga aktivlik bilan ovoz qo'shishini umid qilaman. Chunki ularning Turkiyada asosi bor, har jihatdagi ahvoli biroz muqim. Bu qarindoshlarimizning mushu dunyoning har qaysi yerlaridan, har qaysi davlatlardan kelib markazga o'qiyotgan mayli qanday kasbda bo'lsin, shu yerda o'quvchilik nimasini beshidan kechirayotgan hayotini shu qarindoshlarimizga bir o'rlashtirish qilsa qo'shilimiz naytdi yaxshi faaliyetler bo'ladi deb o'ylayman. Onun uchun bu qarindoshlarımızga bilgan mush şekilde bir o'tirib chiqsak, Allohning izni bilan shu inlarimiz, shu sing'illarimizga biz o'zimiz avval qilib ishni, anandan keyin bu yerga borma, Xitoyning ilimikasiga uchib ketma, Xitoyning ahvoli ma'vu, Xitoy senga ziyonkashlik qilayotgan, sening dushmaning ma'vu, sening buningdan keyingi yo'ling qarindoshim, singlim, inim, sen ma ishni qilsang bo'ladi. Avval ma'ni qilsa, anandan keyin ma ishni qilsa deb, anandan keyin bularga taklif maslahat bersak, bizdan ham tunug'andan keyin bizdan maslahat so'raydi. Voy aka, ma ishim qanday bo'ldi, ma ishim qanday deb ota-onasidan so'raydigan maslahatni so'rayolmayotgandan keyin shu sizli bizdek aksidan, hadisidan so'raydi. Ularning nurg'un savollari bor, nurg'un o'zining qalbida o'ylaganlari bor, ko'nglida izhor qilganlari bor. Ularning hal-munga yetishimiz kerak. Ularning qalbidagini o'ylaganlarini tushunishimiz kerak. Onun uchun biz bular bilan yaqin turgan vaqtimizda, ularga mehr muhabbatimizni bergan vaqtimizda, ularga bir dasturxonimizni ochgan vaqtimizda, anandan keyin biz ular bilan sirdosh olaymiz, urug' tuqqan bo'la olamiz, do'st birodar bo'la olamiz, aka ini bo'la olamiz, hadi singil bo'la olamiz qarindoshlar. Onun uchun bu şekilde bir har biringizga bir taklifimni sunmoqchi. Buni qanchalik shaklda qila olsak, qanchalik shaklda kuch olsak, amaliy qila oladigan ishimiz. Bir yet vanisda, yet degan qanday bir musulmonlar bir-birisiga tabassum qilgan, Allohning 30 kun buyurgan Ramazonni tutdik, naytni yaxshi o'tkazdik. Ramazonlarni Alloh xolisidan yaxshi duo etib, oxirgi 10 kunga keldik. Naytni duo ijobat bo'lgan, qadr kechasini izlab topadigan kunlar turibmiz. İnşallah hemmamiz beraber şekilde bir hozirgi zulmning ko'tarilib ketishi, mush qarindoshlarimizni Xitoyning suiqasdiga, Xitoyning har xil rezil planlarining qurboni bo'lib ketishidan saqlash uchun hammamiz amaliy harakat ko'rishimiz kerak qarindoshlar. Amaliy harakat ko'rishimiz kerak. Bu hamkorlik shaklida ish ilib borsak, biz cho'qim natija qozonamiz. 4-chislardagi ahvolni misol qilib bersam qarindoshlar, hammamiz har yerdan ijtimoiy ushur vositalarida harakat qildik. Bizning siyosiy faoliyatchilarimiz o'ttirib chiqib qarindoshlarni bir yerga jam qildi. Anandan keyin deganda ushur vositalarida yana mushu qo'lga kelgan g'albini tang taqatdik, ham bakrildik. Har yerda buni o'rtoqlashdik. Buning unumi yana boshqacha bo'ldi. Tarqalishi keng bo'ldi. Buning ijtimoiy unumi yaxshi bo'ldi. Xitoyga zarba bo'ldi. Mana bu natija degan mana shu qarindoshlar, buni taqdirlashga, buni maqtashga, buni qo'llashga, buni bu chavakchilish qilgan ishlar shu qarindoshlar. Biz qandaqdir hozirgi ijtimoiy uchur vositalarida bir ishlar yuz beryotidi. Ya'ni ekranning oldiga chiqiblam, uni buni do'yilga chaqiradigan, buni sugadigan ishlarni biz undan yiroq turaylik. Biz unda ishlarning yerida emas, Xitoyni chaqiraylik do'yilga. Xitoyga maydon o'qiylar. Kelar Xitoy tajovuzlari. Nima deysa? Deb ekranimizda qilish. Xi Jinping gaping ama qanxo'r Xitoy. Jurkingni yeyma deylar. Xitoyga mishta deylar, qani. Nochi bo'lsa, Xitoy qilimiz nochiligimizni o'zimiz nochilik qilmaymiz qarindoshlar biz. Ey, Chungchanggo jurkingni kuzangni qo'yib olmagan olsa deylar. Xitoyga mishta qilaylar. Xitoyga maydon o'qiylar. Mana bu bizning nochiligimizni bildirdi. Ammo o'zimiz nochilik qilib, anda debsa, manda debsa, qilsa, aqlay degan gapni qilsak vaqtida, toza hozirgi vaziyatimizga, hozirgi ahvolimizga mos kelmaydi.
az kelmaydi. Onun uchun biz ekran oldida dushman Xitoy ko'radi mana ijtimoiy uchur vositalarida nurg'un Xitoyning saqchilari va mush ekran YouTube'ga taqasak Xitoyning qancha soat ko'rayotganligini bilalaymiz aynan. Demak, Xitoy bizni ko'raylik. Biz Xitoyga deymiz gapimiz. Xitoyning munofiqlari bo'lamdi. Xitoyning shu ish bishidagi Chongjango, Xi Jinping damda qaysi bir hamma tajovuzchilarga deymizki, sizlardan cho'qim uchimizni olamiz. U xalqimizni sizlar mangu tugatolmaysizlar. Mangu o'ltirib ularni yo'qotib ololmaysizlar. Senden biz çoxum üçümüzü alımız. Senin qılavatqan qılmışını çoxum paş qılımız. Sana çoxum zərbini berimiz. Allah'ın izni bilen ço. Dep muşta şekilde Xitayga xitap qılımız. Qarindaşlar, üzümüzge üzümüz emi şekilde qılmayımız. Onun üçün ma gepni hazır ijtimoiy uchur vositalarida bek bo'g'ildab ketgan bo'g'ich qistirib qo'ygim keldi qarindaşlar. Endi oxirida gapimning xulosasi qarindaşlar, yoshlarimizga, ya'ni mushu nima o'quvchilarimizga bir kitobni tavsiya qilaman. Ana mushu Yusuf Qarzaviyning yozgan Avval nima qilish kerak degan kitobni bir o'qib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Ta'til mazgili nurg'un kitoblar bor, o'qishga tegishli. Ammo avval mushuni bir o'qib chiqaversanglar, naydi payso bir qatam emas, qayta necha qatam o'qishinglarni tavsiya qilaman. Bu naydi yaxshi yazılgan kitap Yusuf Qarzaviyning. Bularni biz o'quvchilar olsun mayli hammamizga biz hozirgi vaziyatda avval nima qilishimiz kerak? Alloh taolo bizga hammamizga bir ortiqchilik beraylik qarindoshlar. Buni bilishimiz kerak. Avval o'zimizga ortiqchilikni bilishimiz kerak. Alloh bizga shunda musulmonlik, shunda bir kuch qudratni beraylik. Kuch qudratni beraylik. Bu kuchimizni bilishimiz kerak. Bu kuchimiz qaysi? Bizning imkoniyatimiz qaysi? Sharoitimiz qaysi? Bizniki qobiliyatimiz qaysi? Biz qaysi jihatini to'liqlashimiz kerak? Buni hammamiz o'zimizni shunday tekshirsak chiqadi, bu o'zimizga ayon. Uning uchun o'zimizdagi ortiqchilik va kamchilikni sezishni, buni bayqashni bilishimiz kerak. Andan keyin uni taraqqiy qildirishimiz kerak. Ortiqchiligim qaysi, buni men qanday taraqqiy qildirman, kamchiligimni qanday azaytman. Insonda kamchilik yo'q, inson yo'q, hammamizda bor kamchilik. Ammo kamchiligimizni yomon bek bir oshkorlanib ketadigan, bek bir oldiga chiqib oladigan ishni qilib ketsak, ko'rsatib qo'ysak bo'lmaydi. U kamchilikni amal va sodir qilmaslik amal, uni azaytishga tirishsak bo'ladi. 100% yo'qotib ketmaymiz, ammo bo'ladi insonda kamchilik, lekin ammo ortiqchiligimizni bayqash va uni taraqqiy qildirish bu bek muhim qarindoshlar. Uning uchun shu o'quvchilarimizga, o'quvchi insonlarga deydiganim, o'zimizning ortiqchiligini bilaylik, uni joriy qildirishni bilaylik. Andan keyin to'g'ri bir fikr, to'g'ri bir nishon tiklashga buningga intilsak, buni izlansak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Vaqt munosabati bilan men shunchalik so'zlayman. Keyingi programmamizda davomini ya'ni o'quvchilarimiz bilan inlarimiz bilan hamkorlashadigan, o'rtoqlashadigan fikr talablarini o'rtoqlashishimiz mumkin. Bana her xil şekilde, yani WhatsApp şekilde olsa, il xil şekilde uçur yazsanlar buludu. Anan dinkin teklifimden kabul kıldıganlar. Herkes taatın iş, o xıcılımdan kıldıgan iş yok. Herkes o nimi yok. Fakat biz samimi şekilde sizlerine uyumuzda teklif kılımız. Siz samimi şekilde mihman bulup kilisler. Fakat bu mehman akı inenin uyuge bir-birisinin uyumuzda payat kılan deklam iş oldu. Benim yukarıdaki teklifim şu. Onun için bunun da qilib qoladigan ish bo'lmasin, chekinib qoladigan, tadinib qoladigan, voy qanday ola set turamga deb unday ish yo'q. Faqat yetib aytishda o'tqimizni uyga borib paytligandek tam shaklda qilsak bo'ladi. Qarindoshlar, mayli taklifim o'rinli bo'lsa, qarindoshlarimizning yana bunga ovoz qo'shishni, bunga yana taklif maslahat berishni umid qilaman. Hammani Janob Alloh topshirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.